Dunyoni larzaga keltiruvchi to'qnashuvga sanoqli kunlar qoldi. Jahon chempionati guruh bosqichida O'zbekiston va Portugaliya ilk bor o'zaro to'qnash kelishmoqda. Butun dunyo nigohi Krishtianu Ronalduda bo'lib turgan bir vaqtda portugaliyaliklar O'zbekiston terma jamoasi haqida nimalar deyishmoqda? Ular bizdan qo'rqishyaptimi yoki menishmayaptimi? Bugun barcha parda ortidagi sirlarni va rasmiy bayonotlarni fosh qilamiz. Videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Biz boshladik. Keling, gapni darhol faktlardan boshlaymiz. Portugaliya terma jamoasi vitse-sardori va Manchester United yulduzi Bruno Fernandes chich oldidan o'zbek futboli haqidagi savollarga juda qisqa va jiddiy javob berdi. U O'zbekistonni shunchaki oson raqib deb hisoblamasliklarini ochiq aytdi. Fernandesning so'zlariga ko'ra, Portugaliya bu turnirga faqat va faqat chempionlik uchun kelgan va guruhdagi har bir o'yin ular uchun finalga teng. Ular O'zbekistonning jamoaviy birdamligini juda yaxshi bilishadi va maydonga ayovsiz kurash uchun tushishlarini ta'kidladi. Lekin eng kutilmagan va sensatsion fikrlarni Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez bildirdi. U O'zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini juda yuqori baholadi. Martinez matbuot anjumanida shunday dedi: Jahon chempionatiga birinchi marta chiqqan jamoalarda shunday bir kuch borki, uni nazorat qilib bo'lmaydi. Bu futbolchilarning qalbidagi ulkan orzu va cheksiz ishtiyoqdir. O'zbekiston ko'pchilikka unchalik tanish bo'lmagan jamoa bo'lishi mumkin, ammo ular taktik jihatdan ajoyib shakllantirilgan. Zamonaviy futbolda reytinglar hech qanday rol o'ynamaydi. Biz O'zbekistonga qarshi o'yinga o'ta yuqori hurmat va jiddiylik bilan yondashamiz. Murabbiyning bu so'zlardan ko'rinib turibdiki, Portugaliya shtabi bizning yashirin kuchimizdan, ya'ni futbolchilarimizning maydondagi ochligidan jiddiy xavfsiramoqda. Portugaliyaning eng yetakchi nashrlari hisoblangan Abola va Record gazetalari ham O'zbekistonni guruhning eng xavfli yashirin tulpori deb atashmoqda. Krishtianu Ronalduning 6-chi va so'nggi jahon chempionatidagi yo'liga O'zbekiston jiddiy to'siq bo'la oladimi? Bizning yigitlar dunyo yulduzlariga qarshi qanday syurpriz tayyorlab qo'yishgan? Aziz do'stlar, sizningcha O'zbekiston Portugaliya o'yini qanday hisobda yakunlanadi? O'z taxminlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.